Xayrli kun. Bugun siz Moliyaviy savodxonlik podkastini tinglayapsiz. Butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning pul haqidagi tasavvurini o'zgartirgan kitobni tahlil qilamiz. Boy ota, kambag'al ota. Robert Kiyosaki. Bu kitob 51 tilda 40 milliondan ortiq nusxada sotilgan va nashr etilganiga qariyb 30 yil bo'lishiga qaramay, hanuz o'z dozarbligini yo'qotmagan. Robert Kiyosaki Gavayida ulg'aygan. Uning ikkita otasi bor edi. Boy va kambag'al. Kambag'al otasi professor, ta'limli va aqlli inson edi. U umr bo'yi ta'lim tizimida ishladi va maoshdan maoshgacha yashadi. Boy ota esa uning eng yaqin do'sti bo'lib, hatto o'rta maktabni ham tugatmagan, ammo hayotning oxiriga kelib, Gavayidagi eng boy odamlardan biriga aylandi. Kiyosaki bolaligida ularning har ikkisining hayotini kuzatib ulg'aydi. Birinchi ota shunday derdi: yaxshi o'qi, diplom ol, barqaror ish top va pensiya uchun pul yo'q. U xavfsizlik va kafolatni eng muhim omil deb bilardi. Ikkinchi ota esa boshqacha fikrda edi. Pul shunchaki vosita. Agar uni boshqarishni o'rgansang, u sen uchun ishlaydi. U aslida moliyaviy erkinlikni maqsad qilgan edi. Ikki xil fikrlash tarzi, ikki xil hayot yo'li va ikki xil natija. Kitobning asosiy savoli juda oddiy. Nima uchun bir xil darajada aqlli odamlar mutlaqo turlicha moliyaviy natijalarga erishadi? Javob ham aslida oddiy. Farq ularning fikrlash tarzida va pulga bo'lgan munosabatida. Moliyaviy muvaffaqiyat ko'pincha omadiga, tanish-bilishlarga yoki faqat yuqori maoshga ham bog'liq emas. Hal qiluvchi omil esa insonning pul haqida qanday o'ylashi, uni qanday boshqarishi va qanday qarorlar qabul qilishidir. Kitobning asosiy g'oyasi aktiv va passiv o'rtasidagi farq. Hammasi aslida juda oddiy formulaga borib taqaladi. Agar biror narsa sizga pul olib kelsa, bu aktiv. Agar u sizdan pul talab qilsa, bu passiv. Masalan, ijaraga berilgan kvartira sizga har oy daromad beradi. Bu aktiv. Ammo o'zingiz yashayotgan va ipoteka to'layotgan kvartira har oy xarajat talab qiladi. Bu passiv. Boy odamlar esa avval aktiv sotib oladi, aktivlar ularga daromad keltiradi. Keyin aynan shu daromad hisobiga ular qulay va chiroyli hayot kechiradi. Ko'pincha past va o'rta daromadli insonlar birinchi navbatda qulay va ko'zga ko'rinarli hayotni tanlaydi. Natijada esa ular foyda olib keladigan aktivlarga pul ajratish imkoni kamayadi. Farq aynan shu fikrlash tarzida. Kiyosaki sichqon yuguriga degan tushunchani kiritadi. Bu ko'pchilik odamlar yashaydigan moliyaviy aylana. Jarayon odatda shunday tus oladi. Inson oylik oladi, uni kundalik hayotga sarflaydi, pul yetmay qoladi, kredit oladi. Keyin kreditni to'laydi va yana keyingi oylikni kutadi. Shunday qilib aylana yopiladi va hammasi boshdan takrorlanadi. Eng muhim jihati shundaki, bu aylana oylik miqdoriga bog'liq emas. Daromad oshsa ham ko'pincha xarajatlar ham birga oshadi. Odam ko'proq ishlaydi, lekin moliyaviy jihatdan oldinga siljimaydi. Bu holat turmush tarzining inflyatsiyasi deb ataladi. Ya'ni daromad oshgan sari hayot tarzi ham qimmatlashadi. Yaxshiroq mashina olinadi, qimmatroq uyga ko'chiladi, restoranlar, brend kiyimlar paydo bo'ladi. Natijada hisobda yana deyarli pul qolmaydi. Sichqon yugurgidan chiqish esa ongli tanlovni talab qiladi. Avval daromad keltiradigan aktivlarni yaratish yoki sotib olish kerak. Keyin esa turmush darajasini aynan shu aktivlardan tushadigan qo'shimcha daromad hisobiga oshirish lozim. Shunda inson mehnatiga to'liq bog'liq bo'lmagan moliyaviy barqarorlik yaqinlashadi. Kiyosaki ta'kidlaydi: boylik qancha topishingiz emas, balki qancha saqlab, uni qanday boshqarishingizdir. Moliyaviy bilimga ega inson boyligini yo'qotsa ham tiklana oladi. Bilimsiz inson esa katta mablag'ni ham tez yo'qotishi mumkin. Shuning uchun eng muhim investitsiya o'z moliyaviy bilim va ko'nikmalaringizga kiritilgan sarmoyadir. Keling endi amaliyotda sinab ko'ramiz. Boshlash uchun 3 oddiy qadam yetarli. Birinchi qadam: moliyaviy holatingizni yozib chiqing. Bir varaqni 2 qismga bo'ling. Bir tomonga aktivlar, ikkinchisiga passiv daromadlaringizni yozing. Hammasini to'g'ri va aniq qayd eting. Bu sizning real boshlang'ich nuqtangizni hisoblanadi. Ikkinchi qadam: xarajatlaringizni tahlil qiling. Qaysilarni daromad keltiradigan manbaga aylantirish mumkin? Balki bilim yoki ko'nikmangiz orqali qo'shimcha daromad yaratish imkoni bordir. Uchinchi qadam: moliyaviy bilimni har kuni oshirib boring. Hech bo'lmaganda 10-15 daqiqa doimiy o'rganish fikrlashni o'zgartiradi. Eng muhimi, harakatni bugundan boshlash. Boy ota, kambag'al ota tez boyish haqida emas, bu pul va boylik haqidagi fikrlashni o'zgartirishga bag'ishlangan kitob. Asosiy g'oya shuki, boylar aktiv yaratadi, boshqalar esa ko'pincha passiv xarid qiladi. Moliyaviy savodxonlik yuqori daromaddan ham muhimroq.
sichqonlik urgidan chiqish esa avvalo muammoni anglashdan boshlanadi. Eng muhim sarmoya o'z bilimingizga kiritilgan sarmoya ekanligini ham yodda tuting. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, boshqalar bilan ham ulashing va moliyaviy bilimni oshirishda davom eting.